Assalomu alaykum. Dillalla chechaklarni yoqtirib anglab kelayotgan omoqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Taniya chechki saranga sotquchi qizchaqni aytib beraymi? Undaqda omoqlarimning qulqi menda bo'lsin-da. Nurg'un yillar ilgari Yevropadagi bir shaharda intayin namrat bir oila o'tgan ekan. Bu oilada bir qizchaq bor ekan. U saranga setib, uyning kundalik xarajatini qamlaydi ekan. Koni yilning oxirgi oqshimi, ya'ni harbi oqshimi havo bak sovib ketibdi. Atigandan beri yig'iyotgan qar zatila to'xtamabdi. Mushundoq sovuq ham qorong'u kechida yalang'och, sapni kash kiyib olgan qizchaq saranga sotqili chiqibdi. Sovuqda kash nimaga tal bo'la olasin? U kiyib olgan kash bak cho'ng edi. Anisi doim putidan salmay kiyib yuradi ekan. Qizchaq yo'ldan o'tayotganda bir payton kelib qopdi-da, aldirashchilikda kash putidan tushib qopdi. Shuning bilan oyoqsiz qolgan qizchaqning putlari muzlab qizirib ketibdi. Qizchaq to'nglig'idan shumshaygan holda ko'cha arlabdi. Bu chaqda uylardan yangi yil tantanlari, xo'shal kulgi sadolari anglanib turgan ekan. Qizchaqning koni partuqida nurg'un saranga bor ekan. Lekin u atiyandan beri bir qopni sotolmabdi. Hech kim uningga bir tiyim pulni bermabdi. Och qo'rsoq ham to'nglab ketgan bechora qizchaq to'xtamay oldiga qarab mengibdi. Uning ko'rinishi bayni qattiq jafoda qolgan bir odamning suratiga o'xshaydi ekan. Mo'risida yeyilib turgan altirang sochlari qorda oppoq bo'lib qolgan bo'lib, shuncha chiroyli ko'rinar ekan. Barliq derazalar yo'ruq, ko'chini o'rdak qoplarining masalik puraqlari bir alg'an ekan. Qizchaq Manga ishki uyning arliqidagi bir tor bulunga kelib tugilib o'tiribdi. Putlarini ching tugibdi. Shundaqdimi yanada muzlabdi. U bir tiyinmi pul topolmag'achqa uyga qaytib ketishdan qo'rqibdi. Uyga borsa dadasi urdi ekan. Yana kelib ularning uyimi talog'i o'xshash sovuq ekan. Uyning o'g'isi to'shik ekan. Askilardan va paqallar bilan etivetgan bo'lsa-mu, sovuq shamol yana g'urqirab kirib turadi ekan. Uning kichkina qo'llari to'nglab qalayli debdi. Bir tal sarangining o'ti bo'lsa-mu, qo'llarimni azroq qistab olar edim-a? deb o'ylabdi u. Oxir sarangidan bir talni opdi. Saranga posh qilib yenib, illiq va nurli bir yolqinga, kichik bir shamga, ajoyib chiroyli bir yorug'likqa aylanibdi. Qizchaq o'zini xuddi ulug' o'tlavildab kuyayotgan temir mashning yonida o'tirgandek sezibdi. Bu o't nima degan chiroylik, nima degan illiq. Bu zodi nima ishdi? Qizchaq putlarini isitib olish uchun amdila so'zishiga o't o'chib qopdi. Mashmi ko'rinmabdi. Qo'lida faqat kuyib bo'lgan sarangining ko'tikili qopdi. U yana bir tal sarangini yondiribdi. Uni kuyib yorug'lik chiqaribdi. Tam ustidagi yorug'lik tushgan joy teg'imi yorib, nebis oq shayi pardaga o'xshab qopdi. Qizchaq pardaning u tarafidagi uyning ichida turgan narsalarni ko'rgandek bo'libdi. Tam o'choqda o't gurildab kuyayotgan. Ustaliga oppoq dasturxon selingan. Esil qochqumishlar tizilib ketgan. Hammasida shirin mevalar o'ri chiqib turgan o'rdak qoplari. Ang esil yeri bir o'rdak qovbi taqsidan sakrab chiqib, dumbisida orvilklar isiqliq beti ig'anglab mengib, o'dil bu kambag'al qizchaqning oldiga keldi. Dal shu chaqda saranga o'chib qilib, qizchaqning ko'z oldidan muzdek ham qiyilin tam yana paydo bo'ldi. Qizchaq ig'ir xo'rsinibdi. U hali o'z turmushida ko'rolmaydigan narsalarni ko'ribdi. Biroq bu ko'rinishlar uning ko'z oldida bir necha sekund davomlashib g'oyib bo'ldi. Qizchaq yana bir sarangini yondiribdi. Bu qitim uning ko'z oldida chiroyli millat archasi paydo bo'ldi. Bu archa o o'tgan yili boy qo'shnisining derisidan ko'rgan archadan cho'ng ham chiroyli ekan.
Şahlarda bir neçə min dana şam yandırıqlıq ekan. Esiritilgan rangli rasmlarmu magazинlarning derazalarga esilgan rasmlarga o'xshash chiroyli ekan. Qizchaq u rasmlarga andilo qo'l ustishiga sarangi yana o'chib qopdi. Yilqi shamlar baxasir egizlab, oxir hammasi osmondagi nurli yulduzlarga aylanib ketibdi. Momisi uni birdan-bir yaxshi ko'radigan odam bo'lib, allaburun o'lib ketgan ekan. Qizchaq yana bir tal sarangi yondirgan ekan, atrof yo'rib ketibdi. Shu yo'riqlik ichida uning momisi ko'rinibdi. Momay shuncha muloyim, shuncha mehribon ekan. Moma, deb to'labdi qizchaq. Menimi alg'ash ketgina bu saranga o'chib qolsili ketib qoldiganligingni bilaman. Issiq mashga, nazilik o'rdak ko'piga, chiroyli millat ortisiga o'xshashlar birdan-bir yo'qolib ketsan. Shuning bilan u momisni ep qilish uchun qeyb qolgan sarangilarni kayni-kaynidan yondirishga boshlabdi. Bu sarangilarning yo'riqi atrofni kunduzday yo'ritib etibdi. Onunğa momisi bundaq chiroyli, bundaq egiz ko'rinib baxmagan ekan. U bu qizni ko'tarib bag'riga besib, yo'ruqlik va xushallik ichida osmonga qarab uchib ketibdi. Ular ushqan siri egizlabdi. Ular sovuqmi, ochliqmi, g'am qayg'umi yo'q makonga uchib ketibdi. Atiyanda kishilar saranga sotquchi qizchaqning ikki tomning orliqidagi tor bulungda o'ltirganligini ko'ribdi. Uning ikki mag'zi qizirib ketgan, lavlarda tabassum qaytib qolgan ekan. U yangi yilning g'arbi kechasi to'nglab o'lib qolgan ekan. Yangi yilning quyosh ko'tarilib, uning kichkina teniga nur sepishga boshlabdi. U kuyib bo'lgan sarangi tallarini ching siqimdib olgan ekan. U o'zini isitmoqchi bo'pti-kanda, deyishibdi kishilar. Ammo ular saranga sotquchi qizchaqning ajoyib go'zal narsalarni ko'rganligini, xushal holda momis bilan bila yangi yilning baxt saodati ichiga uchib ketganligini bilmaydi ekan. Do'stlar, bu chechakni anglagandan keyin saranga sotquchi qizchaqqa ich og'ritdinglarmi? Sizlarning uni o'zinglarning illiq uyga akib olg'inglar, ota-onanglar ilib bergan chiroyli ayqinglardan bir jup berginglar, opanglar o'xshitib etib bergan mazali tomoqlardan tang bahramon bo'lg'inglar. Uning bilan bog'chalarga borg'inglar, bilib o'ynag'inglar keldi-ku deyman-a? Men bilaman, sizlar oq ko'ngil bo'lg'achqa bularni cho'qqum o'ylaysizlar. Lekin saranga sotquchi qizchaq bizga hozirgi baxtli turmushimizni qadrlab, shukr qanoat bilan yashashimizni umid qilib, momis bilan birga ketib qoldi-ya? Amdi bizning birdan-bir qildig'inimiz saranga sotquchi qizchaqning umidini yerda qo'ymay, hozirgi baxtli xotirjam turmushimizni qadrlab, ota-onamizning gapini anglab, maktabda yaxshi o'qib, aqlli, oq ko'ngil, qanoatchan bolalardan bo'lish-a? Men ishinaman, mening o'moqlarim cho'qim qalalaydi. Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun boldir uxlanglar bo'lamdi. Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.